Отключить можно будет? Все, пошло. Hop, hammaga assalomu alaykum. O'zbek tilida bugun bo'ladi. Rahmat organizator Zoom Sellingga, Marinaga alohida, Dmitriyga alohida, chunki haqiqatan O'zbekistonda o'zbek tilida bunaqa kontent va bunaqa o'zi servis, Zoom Selling servisi yetishmayotgandi. Mana tashkil etib qilishganiga ham 2 yilcha bo'lyapti. Juda zo'r. O'zim doimiy holda foydalanaman Zoom Selling analitik servisidan. Sizlarga ham kim agar hali ham boshlamagan bo'lsa, analitik servislar orqali tovarlarni va umuman savdolarni oshirish instrumentlaridan foydalanmayotgan bo'lsanglar, albatta foydalaninglar. Chunki bu haqiqatdan kerak. Ya'ni ko'rmasdan turib emas, aynan ko'rib turib, vaziyatni tushunib turib, Zoomda Yandexda savdo qilish ancha qulayroq bo'ladi. Prosta tavakkal qilgandan ko'ra. Endi bugungi mani mavzuyim, asosiy mavzu, hozir nima qilamiz? Biza bugungi mavzuni aynan soliq bo'yicha oldik, chunki men endi 10 yil davlat soliq inspeksiyasida ishlaganman. Hozir ekranni yoqib olay. Soliqda ishlaganman, shu uchun birinchi bo'lib shundan boshlaydi. Juda ko'p savollar kelib tushyapti. Men bugun o'sha savollarga hammasiga javob berishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib shu prezentatsiyamni sizlarga tanishtiraman. Keyin albatta bizda birinchi bo'lib hisobot topshirishni ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib hisobot topshirish kerak va ikkinchisi soliq imtiyoz emas, stavkani kamaytirishni qanaqa qilib qilish kerakligini sizlarga amaliy qilib ko'rsatib beraman. Ya'ni prosta nazariy bo'lmaydi, aynan amaliy. Ya'ni qanaqa qilib bizni buxgaltersiz har oy hisobotlarni topshirishimiz mumkin va qanaqa qilib 4% soliq stavkamizni 1% ga kamaytirishni men sizlarga bugungi vebinarda ko'rsatib tushuntirib beraman. O'ylaymanki, hammaga foydali bo'ladi. Hozirgacha men hozir Turkiyadaman. Bir nechta odam yozyapti, bizani hisob raqamimizni bloklab qo'yishdi debdi. Men aytaman, 100 milliondan o'tgan ekansiz, hisobot topshirdingizmi desam, yo'q, hali hisobot topshirish kerakmi degan savollar kelib chiqqanda, albatta, ya'ni 100 milliondan o'tdikmi, biz уже soliq hisobotlarini har oy topshirishimiz kerakligi, bu majburiyatimiz bor. Bularni topshirmasak, bizlarning hisob raqamimizni yopib qo'yishligimiz mumkin va biz pul chiqaza olmasligimiz mumkin. O'z pulimizni yechib, keyingi tovarlarga pul tika olmasligimiz mumkin. Buni albatta qilishimiz kerak va buxgalter yonlamasdan sizlar o'zingizlar qanaqa qilib qilishni bugungi vebinarda o'rganib olasizlar. Xo'p, men prezentatsiyani o'zimga ozgina qulay qilsam va sizlar bilan boshlaymiz. Oxirida bizda savol-javoblar ham bo'ladi. Shu oxirigacha qolsanglar, xudo xolasa, hamma savollaringizga ham javob beraman. Tak, bo'ldi. Mana aytgandek, soliq birinchi bo'lib tushuncha, eng muhim tushunchalarni men sizlarga tushuntirib beraman. Ikkinchisi soliq hisobotini qanaqa qilib amaliy topshirish kerakligini, uchinchisi aylanmadan olinadigan soliq stavkasini 4% dan 3% ga qanaqa qilib tushirish kerakligini men sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Keyingi yili 1% bo'ladi, hozircha 3% ga tushirish. Birinchi bo'lib tanishib olamiz. Men ismim Farhod, familiyam Ro'zmatov, 37 yoshdaman. Soliq sohasida 10 yil ishlaganman. 2011-yildan 2021-yilgacha. Farhod Ro'zmatov, 37 yoshdan, Uzumda va Market Yandex Go'da savdo qilib kelaman. Hozirgi kungacha 3 yildan beri savdo qilyapman. 2023-yildan beri Uzum marketda savdolarni boshlab faoliyat yurg'izib kelyapman. Va birinchi bo'lib biza eng asosiysi mana sizlarga bugun o'sha soliq mavzusi bo'lganligi uchun kelinglar biza bir misolda o'zi tadbirkorlik faoliyatida bir nechta shakllar bor. Mas'uliyat cheklangan jamiyat, xususiy korxona, oilaviy korxona yoki tadbirkorlik bor. O'zini o'zi band qilish bilan mumkin savdo qilish marketplace'da, faqatgina Yandexda emas, Uzum marketda mumkin savdo qilish. Bizni hozir misol tariqasida yoki tadbirkor qanaqa qilib o'sha registratsiya qilgandan keyin qanaqa soliqlar to'lashini ko'rib chiqamiz. Nima uchun men aynan yoki tadbirkorlik shaklini oldim? Chunki bu eng qulay bo'ladi bugungi kungacha.
to'g'ri, soliqlarni kamaytirish imkoni bor. Biz agar mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lib, ming foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i to'laydigan bo'lsa ham, u yerda imkoni bor, u yerda solig'i kamroq to'lashi, lekin yakka tartibli tadbirkor hozir byurokratik osonroq bo'lganligi uchun, ya'ni tez registratsiya qilamiz, hech qanaqa buxgalter olmasdan faoliyatimizni boshlab 1 milliardgacha biz bemalol savdomizni amalga oshirishimiz mumkin va bu yerda har oy hisobot topshirishimiz kerak bo'ldi. Так, zvuk kelyapti, o'shani o'chirib qo'ydim. Shunga yakka tartibli tadbirkori bizni namuna sifatida ko'ramiz. Eng qulay va hozirgi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun ham qulay, Uzum marketda, Yandexda ishlash uchun ham eng qulay deb hisoblab, shu bo'yicha hozir soliqlarni bittalab ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, men sizlarga savdo aylami tushunchasini bermoqchiman. Masalan, hozir ko'rinib turibdi bizning slaydimiz. Bu yerda misol o'ng tomonda Uzum marketda sotilayotgan bitta soat va soatga e'tibor bersanglar, 100 ming so'mdan sotiladi va aytaylik 100 ming so'mdan shu sotuvchi sotyapti. Lekin bizning hisob raqamimizga bor yo'g'i 69 ming tushadi. Bu taxminiy qilingan. Misol uchun 100 ming so'mga sotilsa, 25 ming so'm yoki 26 ming so'm komissiya bo'lib turib, logistikasini qo'shganimizda jam bo'lib Uzum komissiyasi va logistikasi 31 ming bo'lsa, bizning hisob raqamimizga tushadigan pul mablag'i 69 ming so'm. Mana shu joyi 69 ming so'm bizani o'sha обработкада pulni yechadigan joyda ko'rinib turadi. Ko'pchilik o'ylaydi, mana shu bizani 69 ming so'm shu bizni topayotgan pulimiz, shu puldan biz kerak bo'lsa soliq to'laymiz. Ya'ni shu pul bizani 1 milliarddan o'tishimizga yoki o'tmasligiga ko'rsatib turadigan chegara, ya'ni 69 ming. Aslida unaqa emas. Savdo aylanmasi bizda 100 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'm. E'tibor beringlar. Bizning hisob raqamimizga 69 ming so'm pul tushsa ham, bizning savdo aylanmasi soliq qonunchiligiga asosan 100 ming so'm bo'ladi. Komissiya logistika qo'shilgan bo'ladi. Shu joyga e'tibor bering. Bilaman, savollar kelib chiqishi mumkin. Axir Uzum komissiya uchun, logistika uchun o'zi soliq to'laydi-yu degan. To'g'ri, soliq to'lashi u boshqa, ya'ni bu yerda двойной налог, ikki tomonlama soliq to'lanish anaqasi paydo bo'lyapti degan fikr bo'lishi mumkin. Yo'q, unaqa emas. Soliq kodeksida yozilgan savdo aylanmasi shu sotilgan summasidan hisoblanishi va biza mana e'tibor beringlar, bizani savdo aylanmamiz 100 ming so'm, 69 ming emas, hisob raqamimizga tushgan pul emas, aynan sotilgan. Nimaga bu kerak? Chunki biza o'sha soliq tizim belgilanayotganda, masalan, hozir savdo aylanmaga qarab bizning soliq tizimimiz belgilanadi. Masalan, 100 milliongacha bizda savdo aylanmamiz bo'lsa, 1 yil ichida biz qat'iy belgilangan soliq to'laymiz. Ya'ni biz 1 oy ichida 10 million so'mlik savdo qilsa ham va 90 million so'm savdo qilsa ham, bir oy ichida biz qat'iy belgilangan soliq. Masalan, bu Toshkent shahar bo'yicha bu 1 million bo'lishi bo'ladi, viloyatlarda u 700-600 ming bo'lishi. Ya'ni viloyatga qarab qat'iy belgilangan soliq propiskaga qarab o'zgaradi. Masalan, biz e'tibor beringlar. Bir sinam savdo qilmagan bo'lsak, qat'iy belgilangan soliqda bo'lganimizda, biz o'sha belgilangan har oy to'lanish kerak bo'lgan soliqda o'sha 700 ming bo'ladi, Toshkent shahar 1 million bo'ladi, uni to'lashimizga majburmiz. 90 million so'm bo'lsa ham, 90 million so'm bo'lganda ham biz 1 million so'm qat'iy belgilangan soliq to'laymiz. Nomi bilan ham shunday belgilab qo'ygan. Qat'iy belgilangan, ya'ni bizda savdomizni summasiga hech qanaqa aloqasi yo'q bunda savdo bo'lish. Lekin bizda 1 oy, 2-3 oydan keyin savdo aylanmamiz, jami savdo aylanmamiz hozir Farhod aka, Baxtiyor Xolnazarov degan odam mikrofonlarini o'chirsalar yaxshi bo'lardi. Ming bor uzr. Rahmat. bo'ldi.
Tak, принять qildim hammani. Savdo aylanma, ya'ni nimaga bizga bu muhim? Bizni mana shu savdo aylanmaga qarab bizning soliq tizimimiz belgilanar ekan va bu yerda ko'rsatib o'tilyapti 100 milliongacha bir yil ichida bizda savdo aylanmamiz qo'shilib borganda bizda qat'iy belgilangan soliq to'layotganmiz. 100 milliondan 1 milliardgacha bo'lsa, mana hozir bu yerda ko'rsatilganda aylanmadan olinadigan 4% soliqda bo'lamiz. Keyin agar biza kamaytirsak, aynan biza onlayn savdo bilan shug'ullanayotganligimiz uchun bizani onlayn savdodan оборотimiz 90% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz aylanmadan olinadigan 4% soliqda haqlimiz 3% ga kamaytirishga va biz 3% ga kamaytirish imkoni bor 100 milliondan 1 milliardgacha bo'lganimizda va aylanmadan olinadigan qat'iy belgilangan soliq ham bor. Bu qat'iy belgilangan soliq 2026-yildan to'xtatilayotganligi uchun, ya'ni bekor bo'lganligi uchun bu to'g'risida bu webinarimizda ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Lekin aytib o'tishim kerak, hozirgi kunda bu soliq tizimi ham amalda. Ya'ni aylanmadan olinadigan qat'iy belgilangan soliq ham biz hozirgi kunda tanlab to'lov qilishimiz mumkin. Ya'ni oktyabr, noyabr, dekabrda ham bunga imkon bor. Va 1 milliarddan yuqori savdomiz bo'ladigan bo'lsa, bizda umum belgilangan soliq bo'ladi. Mana shu, ya'ni nimaga buni to'xtalib o'taman? Chunki savdo aylanmamiz bizda 69 ming so'mliklar mana shunaqa qilib yig'ilib 100 million bo'lganda emas, aynan 100 ming so'mliklar yig'ilib borib 100 million bo'lsa, 100 milliondan o'tsa biz 4% liga o'tamiz, 3% liga o'tamiz. 100 milliondan shu 100 ming so'mliklar 1 milliarddan oshib ketsa, biz umum belgilangan soliqqa o'tamiz. Lekin ko'pchilikni uzun marketdagi shaxsiy kabinetiga kirsa, u yerda 69 mingliklarni jamg'armasi yig'ilib turgan bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, mana shu mani jami bo'lgan savdom 69 minglarni yig'ilganda, misol 1 milliard bo'lsa, mana endi men 1 milliard bo'ldi, nima endi eski o'tib ketdim deydi. Yo'q, 1 milliardman bu hozir 1 milliarddan o'tib ketilgan, chunki 100 ming so'mdan hammasini inobatga olishimiz kerak. 100 ming so'mda chunki 31 ming so'm o'tda ko'rsatilmagan bo'ladi uzun marketda anaqasida. Обороткасida оборот bo'lgan pulida ko'rinmay qolgan bo'ladi, shunga e'tibor berishmaydi. Chunki sizlar e'tibor beringlar, hisob raqaminglar tushgan pul emas, aynan uzun marketda savdo bo'lgan summa bizani aylanma mablag'imiz bo'ladi. Va shu summadan hisoblanadi solig'imiz. Va bu yerda ko'rsatib o'tilyapti qanaqa soliq turlari borligi, qat'iy belgilangan soliq, ya'ni buni piramida ko'rinishida emas, aynan ro'yxat ko'rinishida ko'rsatganman va sariq qilib ko'rsatib qo'yganim bu ijtimoiy soliq. Ijtimoiy soliq bizda har doim kompozitsiyada ketadi. Ya'ni qat'iy belgilangan soliq to'lasa, ijtimoiy soliq ham har oy to'lashimiz kerak. Aylanmadan olinadigan soliq to'laydigan bo'lsa ham ijtimoiy soliq to'laymiz. Mana bu umum belgilangan o'tganimizda ham ijtimoiy soliq to'laymiz. Bu bir oyda faqatgina biz bitta soliq tizimida bo'lamiz. Ya'ni bu yerda 5 xil soliq to'layotganmanmi degan fikrga bormaylar. Biz bir oyda faqatgina bitta soliq turida bo'lamiz. Yoki qat'iyda, yoki aylanmadan olinadigan soliqda, yoki aylanmadan olinadigan qat'iy belgilangan soliqda, yoki umum belgilangan soliqda. Lekin ijtimoiy soliq doimiy holda biz har oy to'lab borishimiz kerak. Mana shu qaysidir asosiy soliq bilan birgalashib har doim biz ijtimoiy soliq to'laymiz. Ya'ni bizda ikkita soliq bo'ladi har oy. Xo'p, endi 2026-yildan bizda mana shunaqa qiyin bo'lmaydi, endi osonroq bo'ladi. Agar biz yoki tadbirkor bo'lsa yoki o'zini o'zi band qilgan fuqaro bo'lsa, o'rnini o'ziga qo'yib ketaman. Kim gapiryapti? Bo'ldi, o'chirib qo'ydim. Xo'p, endi 2026-yildan bizda 1 milliardgacha bo'lgan aylanmamiz, o'sha 100 ming so'mliklar yig'ilganda 1 milliardgacha bo'lsa, bizda imkonimiz bor. Agar biz platforma orqali ishlaydigan bo'lsa, aylanmadan olinadigan solig'imiz endi 4% emas, 3% emas, 1%ga biz 1% soliq to'laymiz. Ya'ni agar hisoblasak, 1 milliardni 1% bu 10 million so'm bo'ladi. Hozir agar to'layotgan bo'lsa, 32 million so'm chiqsa, hozirgi kunda 2025-yilda 2026-yildan biz bor yo'g'i 1%, ya'ni 10 million so'm jami soliq to'layotganmiz.
qat'iy belgilangan soliq bo'lmaydi. Ya'ni savdo qilsak, qilmasak soliq to'lashimiz shart bo'lmaydi. Ya'ni u bekor bo'lyapti. Aylamadan olinadigan soliq 1% bo'ladi. 1 milliarddan yuqori savdo qiladigan bo'lsa, baribir umum belgilangan soliqqa o'tamiz. Lekin umum belgilangan soliqqa ham o'tganimizda foyda soliq to'lamaymiz, faqat qo'shilgan qiymat solig'i. Ya'ni 1 yilga biz foyda solig'i to'lamaslik imkonini beryapti hukumatimiz. Shunga e'tibor beramiz. Yanada tadbirkor uchun soliq to'lash yanada osonlashyapti. Shu uchun bemalol hozir ayni vaqt tadbirkorlik bilan shug'ullanish. Chunki bizning paytda ancha qiyinroq, murakkabroq bo'lgan. Shunga bemalol savdolarni qo'rqmasdan savdo qilinglar. 1% unaqa katta summa emas. Chunki biz boshqa davlatlar bilan ham solishtirsak, bizda soliq stavkalarimiz katta emas. Kimdir o'sha ozgina muzokaraga borishi mumkin. Hisob raqamimizga tushgan puldan soliq to'lasak to'g'ri bo'lardi. Komissiyalarni uzun to'layapti deb. Yo'q, bizda shunaqa qonunchilikda yozilgan, savdo summasi nech pullik bo'lgan bo'lsa, o'shandan soliq to'lashimiz kerak. Shunga inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Endi soliq turlarini qadamlar, qat'iy belgilangan soliq to'laydigan bo'lsa, o'sha endi biza yakka tartibli tadbirkorlikni ochgan bo'lsak, biza birinchi bo'lib qat'iy belgilangan soliqda bo'lamiz. Ya'ni biza o'sha aytganimdek, hech qanaqa savdo qilmagan holatimizda ham biza o'sha o'zimizning propiskamizga bog'liq bo'lgan manzil bo'yicha biz agar Toshkent bo'ladigan bo'lsa 1 million so'mlik soliq to'lashimiz kerak, qat'iy belgilangan. Viloyatli bo'lsa 600 ming, 500 ming bo'lishi mumkin. Bu bir oylik qat'iy belgilangan. U yerda to'lov faqat to'lov amalga oshiramiz, hisobotni topshirmaymiz agar qat'iy belgilangan soliqda bo'lsa. Endi keyingisi biza 100 million so'mdan o'tganimizdan keyin o'sha savdo summamiz 100 milliondan o'tganimizdan keyin biza 4% aylamadan olinadigan soliqqa o'tamiz. Buni men sizlarga hozir amaliy qilib ko'rsatib beraman. Nima 100 milliondan o'tganingizdan keyin 4%liga o'tilganda qanaqa qilib shu 100 millionni biza inobatga olishimizni ham sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Ya'ni 4% aylamadan olinadigan soliqqa o'tiladi 100 million so'm savdo bo'lgandan keyin. U qanaqa hisoblanadi? Mana bu yerda ko'rsatilgan. Masalan, biz yanvar oyida biz yakka tartibli tadbirkorlikni ochdik va bizda birinchi oyda 15 million so'mlik savdo bo'ldi. Biz nima to'layapmiz? Ijtimoiy soliq to'layapmiz va qat'iy belgilangan soliq to'layapmiz yanvar oyi uchun. Fevral oyida bizda 55 million so'mlik savdo bo'ldi. Lekin 1 yil ichida, ya'ni hali mart, aprel yo'q, lekin 1 yil ichida bizda narastayishga ketyapti. 15 milliondan 55 millionga qo'shsak, biz 1 yil ichida 70 millionlik savdo qildik. 70 million. Ijtimoiy soliqni to'laymiz, qat'iy belgilangan soliqni to'laymiz. Ikkinchi oyda ham, uchinchi oyda yana 25 million so'mlik savdo qildik. Uni jami 3 oyda biz 95 million so'mlik savdo qildik. Ijtimoiy soliq, qat'iy belgilangan soliq mart oyidan to'laymiz. Mana aprel oyida bizda 100 million so'mdan oshdi jami savdo summamiz. Ya'ni 145 million bo'ldi. Endi aynan aprel oyida biz qanaqa soliqlar to'laymiz? Aprel oyida biz ijtimoiy soliq bilan qat'iy belgilangan soliq to'laymiz. Bu 100 milliongacha bo'lgan oborotimiz uchun va qolgan 45 million so'm qilgan savdamizga biz aylamadan olinadigan 4% soliq to'laymiz. Faqatgina aprel oyida biz o'sha ijtimoiy soliqdan tashqari qat'iy belgilangan soliq, uchinchi soliq ham qo'shilyapti. Aylamadan olinadigan soliqni ham to'lashimizga to'g'ri kelyapti. Qachon biz 100 milliondan o'tayotganimizda. 100 milliondan o'tdikmi, may oyida faqatgina yana ikkita soliq to'laymiz. Ijtimoiy soliq va aylamadan olinadigan 4% soliq. Ya'ni qat'iy belgilangan soliq 100 milliondan keyin bekor bo'ladi, qoladi aylamadan olinadigan 4%. Aylamadan olinadigan 4% biz buni 3% ga qanaqa qilib kamaytirish kerakligini men sizlarga bugun ko'rsatib tushuntirib beraman. Ya'ni 100 million qanaqa qilib shakllanishini va 100 milliondan oshishi qanaqa shakllanishini sizlarga ko'rsatib berdim. Hali yana 1 milliard qanaqa qilib jamg'arma bo'lishi va 1 milliard dan o'tgandan keyin nima bo'lishini ham sizlarga hozir shu slaydlarni ketma-ketlikda ko'rsatib tushuntirib beraman. Hop, keyingisi mana 4%likdan keyin 3%liga o'tkazsak bo'ladi. Bu mana shu 1 oy ichida ariza topshiramiz, bizga qo'llab berishadi. Faqatgina qo'llab berishligisi uchun bizda asos bizani savdamiz 90% dan yuqorisi
aynan onlayn savdodan bo'lishini biza isbotlab berishimiz kerak. Ya'ni agar bizada offlayn do'konimiz bo'ladigan bo'lsa, offlayn do'konimiz savdosi onlayndan katta bo'ladigan bo'lsa, biza 3%ligi o'tkazib bermaydi. 3%ligi o'tish uchun bizani 100 million so'mdan savdomiz bo'lsa, 91 millioni misol uchun onlayndan bo'lishi kerak, qolgan 9 millioni offlayndan bo'lsa, unda o'tkazib beradi. Ya'ni 90% dan yuqori savdomiz bizada onlayndan bo'lishi kerak 3%liga o'tish uchun. Endi o'sha 3% va 4% soliq qaysi summadan hisoblanadi? Ya'ni qat'iy belgilangan soliqni necha pullik savdo qilsak, uni farqi yo'q. Savdo summasiga qarab soliq hisoblanmaydi. Aynan faqatgina belgilab bergan davlat tomonidan o'sha rayonga belgilab bergan soliq to'lashimiz kerak. O'sha 1 million bo'ladi 500 million. Aylamadan olinadigan soliqni biza qaysi summadan soliq to'laymiz? Bu aylamadan olinadigan soliq bazasini biz birinchi aniqlab olishimiz kerak. Soliq bazasi, masalan, sizlarga oddiy qilib tushuntirganda, mana bizlarda hammamizda uyimiz bor, Xudoga shukr, va uyimizda kadastr bo'ladi. Va kadastrda ko'pchilik bilsa kerak, u yerda uyimizni summasi yozilgan bo'ladi, necha pulga baholangani. Mana shu necha pulga o'zi bizani uyimiz bozor narxi ancha undan qimmat bo'lishi mumkin, lekin kadastr summasida o'tda misol uchun 200 million qilib belgilangan bo'ladi. Mana shu 200 million so'mdan bu bizani soliq bazamiz bo'ladi. O'sha soliq bazadan biza keyin solig'imizni, ya'ni mulk solig'ini to'laymiz. Va xuddi shunaqa aylamadan olinadigan soliqdan xuddi shunaqa biza soliq bazamiz o'zi nima summadan biza soliq to'lashimiz kerakligini birinchi aniqlab olishimiz kerak. Mana aylamadan olinadigan soliqda soliq bazasi shu hisoblab chiqarish jan daromad realizatsiyadan tushgan daromad bo'ladi. O'sha aytganimdek 100 ming so'm bo'ladi. 69 ming so'm emas, aynan 100 ming so'm bu realizatsiyadan tushgan daromad bo'ladi. Ming bizning hisob raqamimizga 69 ming tushgan bo'lsa ham. Bunga qayta to'xtab o'tayotganim chunki men juda ko'p tadbirkorlarni ko'raman, sporlashadi, ya'ni 69 mingdan soliq to'lashim kerak deb. Yo'q, unaqa emas. Sizlar ham bilib qo'yinglar shuni. 100 ming so'mdan to'laymiz. Aylamadan olinadigan soliq 100 ming, mana bu yerda biz mana shu soatda 100 ming so'mga sotsak va bizani komissiyamiz, misol Uzun Market yoki Yandex aytaylik 25 ming olib qo'ygan bo'lsa, logistikasini 6 ming so'm olib qo'ygan bo'lsa va bizani hisob raqamimizga 69 ming tushgani bilan bizni 4% va 3% soliqni mana 100 ming so'mdan, ya'ni 69 ming so'mdan emas, 4%, 3% soliqni 100 ming so'mdan hisoblab to'lashimiz kerak bo'ladi. Mana shunga e'tibor berasizlar. Chunki bu bizga ko'rinmaydi, ya'ni biz o'ylaymiz, bizning hisob raqamimizga tushmadi, bundan to'lashim kerak emas degan sporga ketmaylik. Ikki tomonlama soliq to'loviga kirmaydi, ya'ni uzman to'lov komissiyasi uchun soliq biz ham to'lashimiz kerakmi, uzum uchun komissiya yoki Yandex uchun komissiya degan fikrga bormaydi. Bu o'sha aytganimdek realizatsiyadan tushgan pul bizning soliq bazamiz bo'ladi va shu summadan to'lashimizni qonun bilan belgilab qo'yilgan. Va 3% soliqdan keyin biz umum belgilangan soliqqa, ya'ni 1 milliarddan yuqori savdo qiladigan bo'lsak, umum belgilangan, ya'ni foyda solig'i 15% va qo'shilgan qiymat solig'i 12% ga o'tishimiz kerak. Ko'pchilik buni 27% deb hisoblaydi. Aslida 27% emas, u ancha kam foiz bo'ladi. Chunki uni soliq bazasi, umum belgilangan soliq bazasi, u bizda hozir savdo summasi, ya'ni 100 ming so'mdan soliq hisoblayotgan bo'lsa, umum belgilangan soliqni biza foydadan, ya'ni foydamiz 100 ming so'mlik savdo qilganimizda foydamiz 5 ming so'm bo'lsa, o'sha 5 ming so'mdan 15% yoki 12% to'laymiz. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i sal o'tda murakkabroq bo'ladi. Shunaqa zachot qismlari bor. Endi 1 milliardga qanaqa qilib o'tiladi? Mana shu joyi ham sizlarga foydali bo'lishi kerak. 1 milliard hali 100 million so'mga o'tishni ham ko'rsatib berdim. Ya'ni 15 million so'm biz agar yanvar oyida ochilgan bo'lsa, 1-yanvar kuni ochilgan bo'lsa, aytaylik 15 millionlik savdo qildik, 55, 25, 50, 150, 145 qilib savdo qilib kelyapmizda. Mana bitta oktyabr oyida biz 49 millionlik savdo qilganimizda jam bo'lib
bizda 999 million bo'ldi. Endi misol uchun 2 million savdo qilsak, biz уже 1 milliarddan o'tib ketamiz. Bu agar biza 1-yanvar kuni ochilsa, bizda 1 milliardlik limitimiz bor deb hisoblashimiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Agar biza iyulda ochilsa, bizda 1 milliardlik limitimiz bo'lmaydi. Shuni tushuninglar. Ya'ni 365 kun uchun bizda 1 milliardlik limitimiz bo'lyapti. 1-yanvar kuni ochilsa 1 milliard ekan. Agar biza iyul oyida 1-iyul kuni ochilgan bo'lsa, aytaylik, mana 1 milliard so'mni 365 ga bo'lsa 2 million 739 ming so'mdan o'rtacha kuniga savdo qilishimiz kerak ekan. 1-iyulda ochilsa, bizda yil oxirigacha 184 kun qolyapti. Ya'ni 184 2 million 739 ga ko'paytirsak, bizning limitimiz 504 million bo'lyapti. Ya'ni biza 504 milliondan yuqori savdo qilib qo'ysak, iyul oyida ochib, bizga soliq organ tomonidan majburiyat yuklanadi, ya'ni anaqaga o'tish, qo'shilgan qiymat solig'iga. Ya'ni o'tdi, to'g'ri, sporlashib, sudda yutib chiqsa bo'ladi, unaqa narsa, lekin hozirgi kunda amalda 505 million, ya'ni 1-iyulda ochilsanglar, 1 milliardlik bizda limitimiz bor, 1 yillik limitimiz bor deb hisoblayotgan bo'lsanglar, yo'q, 505 millionlik savdo qilib qo'ysanglar, misol uchun soliq organi bu yerda siz qo'shilgan qiymat to'lovchisiga aylandingiz deb xabarnoma beradi. Shunga e'tibor beringlar. Ya'ni sizlarda limit qanchaligiga, qachon ochilgan, ya'ni yil oxirida ochilayotgan bo'lsanglar ham sizlarda 1 milliardlik limit bo'lmaydi. Xo'p, sotuvchilarning asosiy, mana hozir biza amaliy o'sha qanaqa qilib 100 millionni belgilab qo'yishimiz, qanaqa qilib soliq hisobotlarini to'lashimiz, ya'ni buxgaltersiz qanaqa qilib soliq hisobotlarini to'lashimizni ko'rsatishimdan oldin sizlarga o'sha sotuvchilarning asosiy xatolarini aytib o'tmoqchiman. Bu hisobot topshirmaslik, ya'ni o'sha 100 milliondan o'tishi o'zi ko'pchilik hisoblamaydi. O'sha 100 ming so'mliklar hisoblanmaganligi uchun o'tmaganman, hali 100 millionga o'tmaganman, hisobot topshirishim kerak emas degan fikrda bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Azima ayohat bo'mrodona. Xo'p, o'chirib qo'ydim zvukni. Endi hisobotni har 15-sanasigacha topshirishimiz kerak. Ya'ni biza aytaylik 100 million so'mdan o'tkazdik va biza sentyabr oyi uchun savdamizni hisobotini keyingi oyi 15-sanasigacha soliq hisobotini topshirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni sentyabr oyida biza savdo qildikmi, oktyabr 15-sanasigacha biza soliq hisobotini topshirishimiz kerak. Ya'ni 1-oktyabrdan 15-oktyabrgacha bizda 15 kun vaqt bo'lyapti soliq hisobotini topshirish kerak. Shunda biz bemalol ulguramiz. Ya'ni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Unga 3000 daqiqa ham o'zi yetarli bo'ladi. 3 daqiqa ichida sizlar hozir soliq hisobotini topshirasizlar. Lekin agar topshirmasanglar soliq hisobotini, hisobotinglarni hisob raqaminglarni to'xtatib qo'ysa, sizlar pulinglarni yecha olmaysizlar, 1 kun 2 kun yutqizishinglar mumkin. Hisobot topshirganinglardan keyin jarima qo'yishga haqli. To'g'ri, hozir qo'yishmayapti, lekin o'zi soliq organida mumkin o'zi jarima qo'yish agar o'z vaqtida hisobot topshirilmasa. Shunga, ya'ni bir necha kun yutqizib qo'yishinglar mumkin agar vaqtida soliq to'lamaganinglar uchun. Agar sizlar eng qizig'i, eng kerakli paytda, sizlarga eng kerakli paytda hisob raqamingizda turgan pulni bloklab qo'ygan bo'ladi. O'shanga sizlar vaqtida 15-sanagacha soliq hisobotini topshirishinglar kerak. Agar sizlar 100 milliondan o'tgan bo'lsanglar. Imtiyozlarni bilmaslik, masalan, o'sha misol uchun 4% dan 3% ga o'tish u imtiyozga kirmaydi, u soliq stavkasini kamaytirish imkoni bor. Ya'ni shuni ham ko'pchilik qila olmaydi. Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman, qanaqa qilib uni qilish kerakligini. Ya'ni sizlarni savdo aylanmalarini 90% dan yuqorisi elektron tijoratdan bo'ladigan bo'lsa, bemalol 4%, 3% liga o'zgartirib ola olasizlar. Va to'lovlarni ham kechiktirib qilmanglar. Ya'ni soliq hisoboti bitta tomon bo'lsa, ikkinchisi soliq to'lovini amalga oshirish. Ya'ni to'lovlarni ko'pchilik hisob raqamimizda turibdi o'sha pul soliqchilar o'zligisi yechib olishar ekan degan fikrga borishadi. To'g'ri, ular inkassa qilib yechib olishadi pulni, lekin ungacha qo'yish kerak emas.
ya'ni inkasso yetishgacha qo'ymanglar, o'zinglar o'sha 15-sanagacha o'zinglar soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'yinglar. Ya'ni qat'iy belgilangan soliqda bo'lsanglar, misol sentyabr oyini solig'ini to'lovini shu 15-sanagacha, 15-sentyabrgacha to'lov qilasizlar. Agar sizlar aylanmadan olinadigan soliqda bo'lsanglar, sentyabr oyini solig'ini 15-oktyabrgacha hisobotini topshirasizlar va soliqlarni to'lab qo'yasizlar. O'shanga kechikmasdan soliqchilar o'zi to'lovlarni amalga oshiradi, qabul qilib oladi degan fikrga bormanglar. O'zinglar o'z vaqtida solig'inglarni to'lab qo'yinglar. Va qo'shilgan qiymat, misol uchun ko'pchilik aytishi mumkin, biza bo'ldi, qo'shilgan qiymat solig'iga o'tmoqchimiz degan fikrda bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'tsa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi anaqa yo'l. Agar qo'shilgan qiymat solig'iga o'tsanglar, faqatgina qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga o'tganinglarda sizlar bitta narsa e'tibor beringlar, qayerdan tovarlarni olyapsizlar. Tovarni olayotgan joylarda ham ular ham qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi bo'lishi kerak. Agar ular qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi bo'lmasa, 12% soliqqa o'zinglar, ya'ni kim sotgan bo'lsa, oxirida o'sha tovarni, ya'ni sizlar sotasizlar, sizlar o'zinglar byudjetga to'lovlarni amalga oshirib qo'yishga majbur bo'lib qolasizlar. Shunga albatta e'tibor beringlar. Qattiq qo'shilgan qiymat solig'ida bo'lgan korxonalar e'tibor berish kerak. Qayerdan tovarlarni xarid qilyapti, ya'ni tovar xarid qilayotgan joyda ham soliq qo'shilgan qiymat soliqchimi yoki yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, ulardan olsanglar 12% ga yutqizib qo'yasizlar. Shunga e'tibor beringlar. Bitta paytda bir nechta ish qilganligim uchun, ya'ni yangi qo'shilayotgan odamlarni qabul qilyapman va slaydga qarayapman, shunga ozgina to'xtab qolgan bo'lishim mumkin. Ana endi amaliy nimasiga o'tamiz, qismiga o'tamiz, ya'ni qanaqa qilib bizni soliq to'lovlarini amalga oshirishimiz kerak va 3% soliqni kamaytirishni qanaqa qilib qilishimiz kerakligini hozirga ko'rsatib beraman. Ko'rindi. Masalan aytaylik, mana hozir ham boshidan ko'rsatib beray, chunki ko'rinmadi. Mana Soliq.uz, mana shu yerga kiramiz, kabinetga yoki tadbirkorlik kabinetga kirish qilamiz. Buni mana shu buxgalterlar ham xuddi shu ish qiladi. Eng kamida 200 ming so'm olishadi. Kimdirlar eshitdim, 500 ming so'm ham shu hisobotga olishar ekan, balki undan ko'p. Shuni bemalol qilishinglar mumkin. Mana kirdik. Keyin mana bu yerda yoki tadbirkorni tovar aylanmada bo'yicha hisobot shakllari. Shuni ustiga bosamiz. Buni zapis ketyapti, sizlarga ham tashlab beriladi. Elektron shaklda aylanmadan olinadigan soliq. Mana men sizlarga hozir yana bir marta ko'rsataman, ya'ni sekinroq qilib. Mana elektron shaklga o'tamiz, ustiga bosamiz va aylanmadan olinadigan soliq ustiga bosamiz va mana bu yerda tugash sanasi bo'lishi kerak emas. Ya'ni tugash sanasi mana bunda yo'q, ya'ni bu hozirgi amalda bo'lgan soliq hisoboti bo'ladi. Mana bu amalda bo'lgan. Agar mana bu tugash sanasi turgan bo'lsa, bu 24-yilda bu amalda emas, bu soliq hisoboti, bunga bosishimiz kerak emas. Biz faqatgina mana bunisiga bosamiz, ustiga bosaman va bo'ldi. Misol uchun aytaylik, biz avgust uchun soliq hisobotini topshirmoqchimiz. Avgust uchun avgust uchun hisobot, mana hisobot turida hisobotni bosaman. Yil 2025, davr выключить qildim. Tak, mana avgust tanladim. Mana chiqazib berdi. Hisobotni avtomatik tarzda chiqazib berdi. Mana 3%, ya'ni 4% soliqni qanchadir qismi 724 ming, lekin buni hozir ko'ramiz nimagaligini. Va 3%, qolgan qismi mana 3% soliqda 8.900.000. Bu jami bo'lib. Bo'ldi. Ya'ni bu yerda ko'rsatilyapti, umumiy savdo qancha bo'lgani. Bu o'sha yig'ilgan 100 ming so'mliklar yig'ilgani bu. 100 ming so'mliklar yig'ilgani va 3% soliqda 8.943.000 va ko'rsatib beryapti. Jam bo'lib 9.558.000. Bo'ldi, jo'natish tugmasini bosamiz va
login o'sha o'zimizni login parolimizni terib okey bossak bo'ldi. Shuni o'zi yetarli bo'ladi bizni hisobot topshirishimiz uchun. Bu yerda mana hisobot topshirilgandan keyin men hozir topshirmayman, chunki avgust uchun topshirilganligi uchun bu mana bu yerda ro'yxat bo'lib chiqib turadi. Mana avgust oyi uchun o'z vaqtida hisobot topshirilgan deb mana yashil bo'lib turibdi. Bo'ldi, значит biz hammasini to'g'ri qilganmiz. Bizning hisobotimiz qabul qilingan. 3 tami 4 ta knopka bosdim, shuni o'zi bilan hisobot topshirildi. Bu hech qanaqa murakkab ishi yo'q buni. Ana hozir biza endi 3% soliqqa qanaqa qilib o'tishimiz kerakligini sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Ungacha ozgina men tayyorgarlik ko'rib olishim kerak. Hozir qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kelinglar savolinglarni bemalol berishinglar mumkin. Kim savol bermoqchi? Manda bor savol qoldi desangiz, Farhod aka. Da. Qarang, so'ramoqchi bo'lganim, men bu soliqni mavzusida emas, umuman sizni tajribangizda shunaqa narsa duch kelganmi sizga? Nima, men bu yakka tartibda tadbirkorlarni soliqchilar kirim hujjatlaring qani deb qiynaganlari. Hech ham uchrashdingizmi shunaqa narsa bilan? Kirim hujjat bo'yicha. Kirim hujjat bo'yicha Qilganmi? bo'ladi. Qachon tushuntirib beraman. O'zi aslida yoki tartibga tadbirkorlikda mana bunaqa javob beraman. Ya'ni kirim hujjat degani o'zi nima? Biza qattan tovarimizni xarid qiluvchi asoslantiruvchi hujjat. U kirim hujjatiga nima kirishi mumkin? Misol uchun biza o'sha QR kodli chek bo'lishi mumkin yoki shot faktura, ya'ni elektron shot faktura bo'lishi mumkin. Oldi berdi akt bo'lishi mumkin. Mana shu hujjatlar, ya'ni qattan tovarni xarid qilib, uni marketplace'da sotayotganimizni ko'rsatib beradi, tasdiqlovchi hujjat bo'ladi kirim. Va bu bo'yicha yoki tartibga tadbirkorlik ham, yuridik shaxs sifatida oilaviy korxona bo'ladimi, xususiy korxona bo'ladimi, mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'ladimi, bizning qonunchilikda hammasida belgilab qo'yilgan kirim hujjat bo'lishi kerakligi, ya'ni yoki tartibga tadbirkorlik ham bir xil qonun. Yuridik shaxsga ham bir xil qonun, ya'ni kirim hujjat kerak, ya'ni nima sotayotgan bo'lsak, o'shani hujjatini ko'rsatib berishimiz shart. O'zimni tajribamdan aytsam, savdo qilayotgan, mana shu misol tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan paytda yoki tartibga tadbirkor, men mana shu soliqda ishlayotgan paytimda ham yoki tartibga tadbirkorlikdan hech qachon kirim hujjat so'ramaganmiz. Qaysi payt so'ralishi mumkin? Agar ariza tushib, soliq tekshiruvi bo'layotgan bo'lsa, o'sha yoki tartibga tadbirkor, ya'ni qaysidir kimdir shikoyat qilgan va tekshiruv chiqyapti. O'sha tekshiruv chiqilgan paytida borib biza o'sha soliq qonunchiligiga rioya qilinganmi yoki yo'qmi, shunisini tekshirganimizda kirim hujjatini so'ragan bo'lishimiz mumkin. Undan tashqari, agar yoki tartibga tadbirkor o'zi borib tadbirkorlik faoliyatini yopmoqchi bo'lsa, yopishda ham bu likvidatsiya tekshiruviga tushadi. Likvidatsiya tekshiruvida ham kirim hujjatni so'rashligingiz mumkin. Lekin agar o'zligisi misol likvidatsiya berishmasa, to'xtatmasa va suvda qilayotgan paytda, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan paytida soliqchilar kirim hujjatni so'rashmaydi. Shu kungacha menda unaqa holat bo'lmagan so'rashganligi. Lekin o'zi so'rashga haqlimi desa, ha, haqli. Baram yoki tartibga tadbirkorligi soliq organi tomonidan yumshoqroq, nazoratni yumshoqroq qilinganligi uchun so'rashmagan. Ya'ni kameral tekshiruv degan nimalar, nazorat bo'limi bor soliqda. Ya'ni ular hammasini bizani qilayotgan har bir operatsiyamiz, har bir harakatimizni o'zi shundoq ham bizni ularga hech qanaqa hujjat taqdim etmagan holatimizda hammasini ko'rib turishibdi. Bemalol ko'rishingiz mumkin, bizda kirim hujjat bormi yoki yo'qmi, va shunga qarab kameral nazorat tekshiruvni belgilab bizga qanaqadir shtraf belgilab qo'yishingiz mumkin. Lekin shu kungacha mana yoki tadbirkorlar hamma tinch, Xudoga shukr, shunaqa bo'lsin, davom etsin. Ya'ni likvidatsiya berilmasa, shikoyat tushmasa, kirim hujjat so'rashmaydi.
Savolingizga javob bera oldimmi, Sasha aka? Ha, rahmat Farhod aka. Bo'ldi. Shu o'zi shuni eshitmoqchi edim. Manda xuddi shu 12 yil bo'lgan bo'lsa, biron marta eshitganim yo'qda. Shu birovni qiynagani uchun shu nima kirimi yo'q deb. Da. Endi o'sha aytganimda, agar haqiqatdan qanaqadir shikoyat tushmasa, lekin likvidatsiyaga tushib o'zi olib borib bermasa, men likvidatsiya qilmoqchiman, yoki tadbirkorligim yopmoqchiman, mana hujjatlarim tekshiringlar demaguncha soliqchilar o'zi o'zligisi kirim hujjati so'ramaydi. Chunki ularga eshikni taqillatish ham shart emas. Hammasi onlayn ko'rinib turibdi. Hammasini o'zligisi ko'rib, bemalol kameral nazorat tekshiruvni amalga oshirishingiz mumkin, lekin hammamiz mazza qilib ishlaymiz. Xudo xolisa oxirigacha shunaqa bo'lsin. Ya'ni bu degani bemalol kirim hujjatsiz ishlayveringlar ham deb men hech qanaqa javob bera olmayman. Ya'ni bo'lgani yaxshi, kirim hujjati, hamma o'sha shot faktura bo'ladimi yoki cheklar, mana shu bozorga borganda ham men o'zim bilaman, komitetda ishlayotgan bir nechta odam hozir uzumni savdo qilayotganlarni bilaman. Ular borishadi o'sha shanba, yakshanba kuni O'rizordan tovar olayotganda обязательно chek urib bergan, ya'ni QR kodli chek urib bergan deb talab qilishadi. O'zligisini soliqda ishlashligisini bildirmagan holda, ya'ni bildirib emas, bildirmagan holda chek urib bering. O'sha cheklarni yig'ib, o'sha may soliqingizga kirgizib qo'yishadi, kirim hujjati sifatida qabul qilishligisi uchun. Shu. Endi kimdirlarda shunaqa imkoniyat bor, kimdadir yo'q. Bo'lgani yaxshi kirim hujjat, bo'lmaganiga nisbatan. Yana qanaqa savolinglar bor? Farhod aka, uzr, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, men savolim shundan iborat edi. Siz bilan Toshkentda uchrashish masalasiga keladigan bo'lsak, qachon oldingizga o'tsak bo'ladi? Xizmat safaridan qachon kelasiz? Qancha borsa bo'ladi? Konsultatsiya uchun. 10-chi, Xudo xolasa 10-oktyabrdan keyin yetib boraman. Keling, bu savollarga Telegram linkka bor, o'shani beramiz. Adminnikini shu bo'yicha murojaat qilsangiz bo'ladi. Alohida gaplashamiz bu bo'yicha. Xo'p bo'ladi. Hozir mana hozirgi holatgacha, ya'ni men prezentatsiya va hisobot bo'yicha savolinglar bormi, shu mahkamlab olishimiz uchun va oxirida o'sha soliq stavkasini 4% dan 3%ga kamaytirishni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir mana 1 yilga 1 milliardlik limit beradi dedingiz-ku, masalan 2025 da boshlagan bo'lsa, 2026 ga o'tgandan keyin u limit yana yengillanadimi 1 milliardga? Agar o'tib ketmagan bo'lsangiz, 1 milliarddan o'tib ketmagan bo'lsangiz, men sizga ko'rsatib bergan hisobim bo'yicha o'tib ketmagan bo'lsangiz, yengillanadi. Demak, shu 1 yilda 1 milliarddan oshirmasa, shu oddiy aylanmadan olinadigan soliq to'lab hisobot topshirib yurar ekanmiz-da, maza qilib. Bo'ladi. Keyingisi, men Didoxda shartnomalar har xil narsalar kelaveradi-yu, o'shalarni uncha tushunmaymiz. O'shalarni imzolamasa zarari yo'qmi ularni? Hech shu vaqtgacha qaramagan ekanman Didoxga. Hozirgacha 500 milliondan oshirgan bo'lsam va biror Ya'ni Uzum market tomonidan yuborilgan hisob fakturalar to'g'risida aytasiz-da, to'g'rimi? Ha. Agar siz unga ya'ni o'tda imzolashingiz kerak, imzolamasangiz 10 kunmi, 10 kundan keyin avtomatik imzolangan deb qabul hisoblanadi. Agar siz imzolamagan bo'lsangiz. Ya'ni siz o'sha imzolash muddatida bekor qilish imkoningiz bor. Agar bekor qilmagan bo'lsangiz yo rad etmagan bo'lsangiz, unda imzolangan deb hisoblanadi bu hujjat. Demak zarari yo'q ekanda. Yo'q, zarari yo'q. Xo'p, rahmat. Xo'p, chatdan ham savol keldi adashmasam. Bo'ldi, hozir agar savol bo'lmaydigan bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalom. Uzr, qisqagina savolim bor edi. Hop. Xo'p, Uzum marketda savdo qilaman, MCJ bilan. Hozir yangi nima qaror qabul qilinyapti deyishdi. Soliqni 1% ga tushirish masalasida. Bu yakka tartibdagi
tadbirkor uchun 2026-yildan 1% yoki MCHga ham amal qilarmikin shu? 1%lik soliq aylanmadan. Yaxshi savol. Men uni ko'rib chiqqanimda o'sha yakka tartibli tadbirkor va o'zini o'zi band qiluvchilar platformadan ya'ni o'sha onlayn platforma bo'ladi, o'sha orqali foydalanib elektron kошелек ochsa 1% soliqda bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Masalan, cheklangan yuridik shaxslar to'g'risida u yerda yo'q edi ma'lumot. Ya'ni yuridik shaxslarga masalan cheklangan jamiyatlarga kirmaydi. Keyingi savolim, rahmat. Keyingi savolim, misol uchun, deylik endi men ham yakka tartibdagi tadbirkorlikka o'tmoqchiman-da, o'sha yangi yildan keyin, 2026-yil boshi bilan. Shunda hozir endi har oyiga 100 million so'm o'rtacha savdo qilyapmiz. Endi do'konimiz nima deydi, ishonch bo'lib, do'kon rivojlantiryapmiz-da. Aynan mana shu MCHdagi yuritib turgan do'konimni YATTga o'tkazsam bo'ladimi o'sha parametrlar bilan endi, misol uchun sotuvlar bilan? Misol uchun bu hozir 100 million bu uzun market to'g'risida gap ketyaptimi yoki Yandex bilan uzunmi aytyapsizmi yoki Yandex aytyapsizmi? Uzun marketda misol uchun yildan beri savdo qilaman. Hozir o'rtacha 100 million so'm oyga savdo qilaman. 3 ta do'konim bor-da. Men aynan mana shu endi do'konda chiqib turadi-ku, misol uchun 5000 ta sotgan, 6000 ta sotgan, aynan mana shu sotuvdagi do'konimni MCHdan olib turib, YATTga o'tkazsam bo'ladimi demoqchiman. O'shani boshqatdan boshlamasdan. YATT. Bo'ladi. Ya'ni o'sha Yandexdan bormi yo'qmi deb so'raganim, перенос degan narsa bor, eshitganmisiz yo'qmi? Ya'ni shuni olib do'koningizni boshqa jismoniy shaxs tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan boshqa YATTga o'tkazsa bo'ladi yoki yuridik shaxsga xuddi shu holatida o'sha aytayotganingizdek 6000 ta sotuv bilan birga перенос qilinadi. Faqatgina avgust oyida ozgina hozir yana o'xshayapti, ya'ni qilishyapti bolalar, ya'ni 1 milliardga yetayotgan sotuvchilar har doim shu переносdan foydalanib kelishadi o'zi hozirgi kungacha. Ya'ni yangi YATTga o'tkazib yuborishadi. O'zini eski YATTdagi do'konni yangisiga o'tkazishadi, o'sha tek tugi bilan o'tadi. Hamma o'sha kartikalar bilan, hamma kartikadagi suvni soni bilan, hammasi bilan o'tadi. Muammo nimada? Уже signal bo'ldi uzun market tomonidan ozgina, misol avgust oyida ozgina qiynadi, ya'ni qilmaydiyondek bo'lib turdi. Ya'ni bu keyingi yil qanaqa bo'ladi yo'q bilmayman. Ya'ni to'xtatib qo'yishi ham mumkin bu holatda, misol перенос qilishi. Hozircha imkon bor, qilinyapti. Ertaga nima bo'ladi, men javob bera olmayman. Yandexda bu holat ozgina qiyinroq. Ya'ni Yandexda nima qilish kerak? Yandexda tovarlarni olib chiqib ketish kerak va yangi YATTga olib kirish kerak. Uzunda tovarlarni olib chiqib ketmasdan 1 soat ichida yangi YATTga o'tib qoladi. Demak iloji bor ekan. Hozir bor. Avgustda ozgina murakkabroq bo'lib qilmasligiga harakat qildi uzun market. Hozir yana ishlayapti bu narsa, bilmadim. Ertaga balki yanada murakkablashtirishi mumkin. Oxirgi savolim, men endi o'sha MCHni 1 yildan beri yuritaman, 4% soliq to'layman. Asosiy tovarni kirim qilishim, endi kirim qilmayapmiz hujjatda-yu, asosiy o'sha Xitoydan olib kiryapman va o'sha Abu Saxidan yetmaganiga Abu Saxidan to'ldiryapmiz. Lekin Abu Saxidan bitta joyda misol uchun chek so'rasak, bizada optim degan narsalar bo'lyapti. Shu qanaqadir bizga ertaga muammo bo'lib qolmasmikin shu kirim masalasi? Endi yuqorida bu narsa aytildi-yu. Shuni qanday qilsak bir qonunlashtiriladimi yoki bu narsa surishtirilmaydimi? Kelaman anaqa javob beray. Men o'zim ham bugun kecha bir video ochdim-da. Videoning ma'nosi nima edi? Soliq bo'yicha ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, odam tadbirkorlik bilan shug'ullangiz kelmay qoladi. Chunki murakkablashib ketsa, ma'lumotni ko'p ega bo'lsangiz, shuncha qo'rqinchliroq tuyuladi. Sizda ham hozir holat shunaqa. Ya'ni hozir men sizga uni kamchiliklarini aytsam, siz obbo endi savdo qilaymikin yo'q. Sizcha
qilayotganingizdek qiling, ya'ni sizda qanchadir miqdorda baribir kirim bor ekan tushunishim bo'yicha. Yo'q, kirim u dokumentalniy kirim bo'lmayapti. Sababi Xitoydan mana kargo bilan olib kelamiz. Kargolar bilan bilasiz, unaqa hujjat nima qilmaydi ular. Pulini to'laymiz, olamiz bo'ldi-da. Prosta mana schyot faktura bilan qabul qilish unaqa narsa bo'lmayapti-da umuman. Umuman bo'lmayapti. Faqat o'zim uchun hujjat qilib qo'yapman. Misol uchun shuncha narsa Abu Sahiydan sotib oldim deb o'zimizni pechat bilan, imzo bilan prosta qog'ozga qilib qo'yapmiz. Shu yerda nima bo'larkan hech hali boshimizga tushgan yo'q. Endi yangi tadbirkorimiz uchun. Yo'q, qarang, bitta narsa, sizni qo'rqitmoqchi emasman. Ya'ni o'zi agar ichiga kirib ketadigan bo'lsa, tadbirkorlik bilan shug'ullanishingiz kelmay qoladi. Davom etavering. Asosiysi savdo-ku birinchi bo'lib. Qilayotgan harakatlaringizda ozgina kamchilik bor. Sizga eng yaxshisi agar unaqa hech qanaqa kirim qilish imkoningiz bo'lmasa, yaxshisi hozirdan o'sha MCJingizni YTTga o'zgartirishmi? Ya'ni ma'no yo'q ekanda sizda MCJni ushlab turishda hozirgi kunda. Agar shundoq ham kirim hujjati buni keyingi yil kutmasdan hozirdan o'sha YTTga o'tkazib qo'yishni o'ylang. Agar men hozir aytib bersam, o'zi MCJda ishlayotgan ekansiz, mana bo'ladi, qilgingiz kelmay qoladi. O'shanga o'ylamang, hammasi xudo xolisa yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmaydi. Hozirdan harakatingizni YTTga o'zgartiring. Kerak bo'lsa ertadan YTTga o'tkazib qo'ying, o'shani переносini qilib qo'ying. Chunki keyin kim ishlash kerak, ularda yoki kirim hujjati bor yoki ola oladi, imkoni bo'lganlar MCJda ishlashga, qolganlarga nimada ishlagani ma'qulroq. Yakka tartibli tadbirkorlikda. Hozir nimada masalan deylik Uzun marketda 5 tagacha hisob raqamiga pul o'tkazish mumkin deydi-yu, misol uchun bo'lgan savdoni. Hozir YTTni ochib turib, uni ham hisob raqamiga tashlasak bo'ladimi yo aynan MCJnikiga tashlash kerakmi? Yo, siz vtorichniy shotni ochganingizni aytyapsizmi? Anaqaga mas'uliyat cheklangan jamiyatga? Hozir mas'uliyat cheklangan jamiyatda bitta hisob registratsiyadan o'tkazilgan, o'sha hisobga har kunlik pulni tashlayapmiz endi bo'lgan savdoni. O'zimiz yuboramiz-ku, kontragent deydimi, nima deydi, boya soliqdan nima qilib? Komissioner qilib. Komissioner qilib hozir bitta o'sha hisob raqamimizga tushyapti. Demoqchi bo'lganimki, hozir YTTni ochsak, misol uchun bitta odam nomiga MCJsi ham bor, YTTsi ham bor. YTTni hisob raqamini ham birdana qo'shsak bo'larmikan o'sha yerda demoqchiman. Siz уже MCJni ma'lumotlari o'tda bo'lmaydi, faqat 100% hamma ma'lumot YTTniki bo'ladi. YTTni guvohnomasi, YTTni hisob raqami bo'ladi. MCJnikining aloqasi bo'lmaydi endi. Tushunarli. Ya'ni siz hozir MCJga YTTni hisob Tushunarli. raqamini qo'ya olmaysiz, u ilojisi yo'q. Iloji yo'q demak. Yo'q. Bo'ldi, unda davom etamiz. Keyingi nima biz Rahmat kattakon. Tushunarli. Keyingisi shu 3% liga o'tish. Marina, вы готовы, да? Да. Все, я нажал. А этот экран всем показывает или только мне? Yo'q, ko'ryapti aka. Ko'ryapti. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi biz may 3 soliq o'ziga kiramiz. May 3 soliq o'ziga. Ya'ni hozir nima qilyapmiz biz? Hozir biz 100 milliondan o'tgan bo'lsa, savdamiz 100 milliondan o'tgan bo'lsa, biz qanaqa qilib o'sha 100 millionni birinchi bo'lib hisobotimizga kirgizib qo'yishimizni, ya'ni keyingi o'sha savdamiz 100 milliondan oshadigan bo'lsa, o'sha 100 millionga soliq to'lamasligi uchun faqatgina partiga 100 milliondan ortiq summasiga soliq to'lashimizni belgilab qo'yishimiz kerak va 4% solig'imizni 3% liga o'tkazish. Masalan, Ulug'bek Seller akam 4% soliq to'layman deyaptilar, lekin ancha oldin o'sha 3% ham o'tsalar bo'lar edi.
Tak, mana my3.soliq.uz saytiga kiriladi. Bu yerda mana personalniy kabinet для индивидуальных предприятий, ya'ni yakka tadbirkorligiga kiriladi. Bu yerda o'sha parolimizni teramiz. Va uslugi degan joyga o'tib, birinchi bo'lib biza avtomatizatsiya Внесение изменений в отчет, по-моему, Farhod aka. Mana shu o'zbek tiliga o'zgartirib olaman. Avtomatlashtirilgan degan so'zi bo'lishi kerak-da. Mana aylanmadan hisobi avtomatlashtirilgan o'zgartirish kiritish bo'yicha shuni ustiga bosamiz. Mana avtomatlashtirilgan aylanmadan olinadigan soliq hisobotiga o'zgartirish kiritish to'g'risida murojaat. Va mana bu yerda murojaat yuborish. Hozir nima ish qilamiz? Biz hozir 100 million, ya'ni belgilanganda aylanmadan olinadigan soliqqa o'tayotganimizda 100 millionimizni belgilab qo'yishimiz kerak. Chunki 100 millionga boshqa ikkinchi marta soliq to'lamaslik uchun. Va mana bu yerda murojaat yuborish degan tugmasi bor. Shuni ustiga bosaman, murojaat yuborish. Mana aylanmadan olinadigan soliq hisobotiga o'zgartirish, soliq hisoboti 2025-yilda misol aytaylik, sentyabr oyida bizda 100 milliondan o'tgan bo'lsa, shu sentyabr oyini tanlaymiz. 2025-yil sentyabr oyini va satr mana bu yerda qidirib topishimiz kerak. Shu qat'iy belgilangan mana qat'iy belgilangan miqdorda daromad soliq to'lovchisi. Mana shuni ustiga bosamiz. Satr nomi qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'i. Mana ko'rsatib berdi. Avtomatik tarzda 100 millionimizni inobatga olib beryapti va biz yuborish tugmasini bosamiz. Ya'ni 100 milliondan o'tgandan keyin birinchi qiladigan ishingiz shu bo'ladi. Avtomatlashtirilgan aylanmadan olinadigan soliq hisobotiga o'tib 100 millioninglarni belgilab qo'yishingiz kerak. Hisobotda bu 100 million uchun boshqa soliq to'lamaysizlar o'shanda. Agar buni belgilamasanglar, soliq to'lash bu summaga ham soliq to'lashingiz kerak. Sizlar qat'iy belgilangan soliqni sizlar уже bu uchun уже soliq to'lab bo'lgansizlar. Shu uchun qilinyapti bu harakat. Va yuborish tugmasini bosasizlar. Birinchi qadaminglar avtomatlashtirilgan mana shuni qilish. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ya'ni birinchi biz o'sha 100 millionimizni belgilab olganimizdan keyin ana endi keyingi qiladigan ishimiz o'sha 3% ga o'tish. 3% ga o'tish uchun soliq imtiyozli degan sahifa. Mana bu yerda xizmatlar degan joyda mana bu yerda men bittalab qidirishim mumkin yoki mana bu yerda soliq hozir uzilib qoldi, hozir yoqiladi. Marin, nажмите. Tak, mana soliq imtiyozlar. Imtiyozlar so'zini tezroq topaman. Prosta men N-indeksdan kirayotganimda hammasi yaxshi o'qilmayapti-da menga. Yoki tadbirkorlarning soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat. Mana shuni ustiga bosamiz. Va bu yerda mana soliq imtiyozlaridan foydalanish to'g'risida murojaat. Murojaat yuborish. Birinchi bo'lib biz o'zi murojaat yuborishimiz kerak. Faqat bizning aylanmamiz 90% dan yuqorisi elektron tijoratdan bo'lgan bo'lsa va biz mana bu normativ hujjatga soliq kodeksini belgilaymiz. Soliq turi aylanmadan olinadigan soliq, ya'ni biz aylanmadan olinadigan soliq stavkamizni 4% dan 3% ga kamaytiryapmiz.
Tak. Mana bu 10-14 drop 467 ni tanlaymiz va bu yerda avtomatik ko'rsatib beryapti. Biz o'zi to'g'ri tanladikmi yo'qmi? Birinchi qism Soliq kodeksining 467-moddasi, birinchi qism 5-bandi bo'yicha mana elektron savdoni amalga oshiruvchi soliq to'lovchilar 3% stavka soliqi tortiladi. Mana shu, ya'ni biza to'g'ri normativ hujjatni tanlaganimizni belgilayapti. Biz boshqasini tanlab qo'ysak, bizga imtiyoz bermaydi. Ya'ni 10-14 467 o'zingizga belgilab qo'yinglar. Va asoslantiruvchi hujjatga nima kiradi? Asoslantiruvchi hujjatga har xil paytda har xil narsa so'rashgan. Mendan yoki meni o'sha kursda o'qigan bolalardan, misol uchun kimdandir ariza so'rashgan, qo'lda yozib berib, skaner qilib tashib berishi. Kimdan uzun marketda shaxsiy kabinetini skrin qilinadi. Ya'ni haqiqatan shu elektron savdo bilan shug'ullanayotgani, undan tashqari bankka обороткasi, ya'ni haqiqatan o'sha pullar aynan uzun market yoki Yandexdan tushayotgani tasdiqlovchi bankka оборотkalari va yoki tartib tadbirkori guvohnomasini ma'lumotga asoslantiruvchi hujjatga biriktirib qo'yib va yuborish tugmasini bosamiz. Yuborishda va bu tasdiqlanadi. Xudo xolasa, agar sizlar shu asoslantiruvchi hujjatlarda tadbirkorlikni guvohnomasi, undan tashqari o'sha bank aylanmasini kiritsanglar, undan tashqari uzun marketda shaxsiy kabinetni skrin qilib joylashtirib qo'ysanglar, bir xillada misol tasdiqlanmasa, misol so'rasanglar nimagaligini kimdir ariza so'rashi mumkin. Bilmayman nimaga, hali ham ariza so'raganda o'sha arizasini yozib, anaqa ruchkada yozib, skrin qilib, uni ham kirgizib berilib, yuborish tugmasini bossanglar, tasdiqlab beradi. Faqat e'tibor beringlar, hamma aylanmalarning 90% aynan elektron tijoratdan bo'lishi kerak. Va buni yuborish qilamiz. Va tasdiqlangandan keyin, misol uchun tasdiqlanadi, ana qabul qilingan deb tasdiqlangandan keyin biza yana bitta qadamimiz bor. Yana xizmatlarga o'tamiz. Mana bu yerda tasdiqlangan bo'lib turibdi. 29-yilgacha. Xizmatlar degan yana tugmaga o'tib, buni sizlarga hozir videosi yozilyapti. Sizlarga tashlab beramiz hammasini. Keyingi 3-chi, mana hozir biz birinchi qadamda 100 million so'mni belgiladik. Ikkinchi qadamda soliq 3% soliq stavkasini kamaytirish uchun ariza topshirdik va arizamiz qabul bo'lgandan keyin qiladigan ishimiz bu cheklarim, ya'ni hisobotda hamma pulimiz o'tirishi uchun o'sha chekimizni hammasini bitta обновление berib olishimiz kerak. Bitta обновление berib olishimiz kerak. Shu uchun qilinadi. 3 ta qadamdan iborat bizani 3% soliqni o'tishimizni qadamlari 3 ta qadamdan iborat bo'ladi. 3 ta qadam qilsak yetarli bo'ladi. Va keyin o'sha hali sizlarga ko'rsatganimdek hisobotni topshirish. Hisobot topshirishga 3 tagina o'sha tugmani bosib hisobotni topshirdik. Xuddi shunaqa keyinchalik 3% ga o'tganinglardan keyin hisobotni xuddi shunaqa davom ettirasizlar topshirishni. Bu videoni ham sizlarga keyin YouTube'ga qo'yib joylab qo'yamiz. Va bizani 3-chi qadamimiz qoldi. Shu 3-chi qadamni hozir qilsak, bu 3-chi qadamimiz soliq imtiyozidan foydalangandan keyin onlayn NKT ga o'tamiz. Ya'ni mana bu yerga onlayn deb yozaman. Farhod aka, ekran bering. Ko'rinmayaptimi? Aytib turinglar mana shunaqa. Mana xizmatlar degan joyda turibman va xizmatlar degan joyda, ya'ni mana bu yerga onlayn NKT ni qidirib topishim kerak. Mana onlayn nazorat kassa texnikasi, ya'ni bizani 3-qadam. Bu sal ozgina esingizdan chiqib qolgan, chalkash bo'lgan bo'lsa, buni hammasi prezentatsiyada ham bor. Men sizlarga hozir amaliy ko'rsataman. Undan tashqari prezentatsiyada ham ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shu yoki tartibli tadbirkor onlayn nazorat kassa texnika ma'lumotlariga o'tganimizdan keyin bizni imtiyozlar degan joyiga bosamiz. Mana bu yerda imtiyozlar degan joy bor.
mana bu yerda ko'rinmayapti, imtiyozli, ha. Mana imtiyozlarda turibdi. Bu yerda nima? Misol uchun yanvar oyi, bizni hozir sentyabrda turgan bo'lsa, yanvardan sentyabrgacha mana shuni qilib chiqishimiz kerak. Yanvar bosamiz, qo'shish va mana bu yerda onlayn MKT menga o'qilmayapti, komissioner deb yozilgan adashmasam, komissioner deb bosasizlar va yanvar oyini tanlaysizlar. Yanvardan aytganimdek, qaysi oyda 3% ga o'tayotgan bo'lsa, tasdiqlangan bo'lsa 3% bu o'sha imенно tasdiqlangandan keyin qilinadigan harakat. 3% tasdiqlangandan keyin yanvardan oktyabrgacha sizlar mana shuni bitta qilib chiqishingiz kerak. Mana men hozir yanvar tanladim. Bu yerda kunni 31-sanasini tanlayman, kunni oxirini va bu yerda imtiyoz mana 1.217.000 deyaptim, 1.217.000 deb yozaman. Ko'rinmayapti menga. Mana imtiyozni, ya'ni menga tasdiqlanganligi uchun men bu knopkani bossam, menga o'sha qaysi imtiyozdan foydalanmoqchiligimni ko'rsatib beradi. Shuni ustiga bosaman va saqlash qilaman. Xuddi shunaqa qilib oktyabr oyiga chiqib chiqishim kerak. O'shanda meni hisobotim to'g'ri o'tiradi. Ya'ni o'sha aylamadan olinadigan soliq hisobotini topshirganimda hammasi to'g'ri o'tiradi. Ya'ni 3 ta harakatdan iborat ekan. 100 million so'mni belgilab qo'yamiz. 100 million so'mni belgilaganimizdan keyin ariza topshiramiz. Ariza topshirganimizdan keyin mana bu NKTni bitta обновление berib saqlash bosorsak bo'ldi. Hisobotni bemalol topshiraveramiz. O'shanda hisobotimizda bizga kerakli summa o'tiradi. Mana shu jarayonlarni sizlarga tushuntirib bermoqchi edim. Hozir ikkita olgan ma'lumotingizni soliq hisobotini topshirish va imtiyozni qo'llash. Qanaqa savolinglar bor? Все, можно выходить отсюда. Yana savolimiz bor edi. Aha. Boya aytganingizdek, bu hozir YTT uchunmi yo MCHga ham amal qiladimi bu? MCHga ham amal qiladi agar o'sha 90% dan yuqorili savdo elektron tijoratdan bo'lsa amal qiladi. Bu boshida 100 million deyapsiz-ku, nima uchun kerak o'zi 100 million belgilab qo'yasizlar degani? Yaxshi savol bo'ldi. 100 million yoki tartibki tadbirkorlikda, yoki tadbirkorlikda mana hozirligi buni nima deb ko'rsatib beraman? Slaydimizda ko'rsatib beraman. Hozir demonstratsiya ekrani qo'ying. Mana ko'ryapti hozir. Ko'rayotgan bo'lsa mana qaranglar. Bizni hozir mana 100 millionni, mana 100 millionni belgilab qo'yganimiz sababi bizni qat'iy belgilangan soliqni mana 100 millionga o'tguncha har oy to'lab bordik. 100 milliondan oshgandan keyin biza 4%ga o'tdik. 4%ga o'tib 101 million, 102 million bo'lsa bizning savdamiz keyingi oylar yana 2 million qo'shildi, 5 million qo'shilsa, biz уже mana 100 millionga to'laganligimiz uchun shuni to'lamaymiz deb belgilab qo'ydik. O'sha qilgan ishimiz o'sha bo'ldi. Ya'ni mana buni endi to'lamaymiz, chunki biz qat'iy belgilangan soliqni to'laganligimizni ko'rsatib berdik. Bu holat lekin MCHda yo'qda, chunki birdaniga 4% to'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu yoki tadbirkorliklarda bo'ladi shu holat, chunki ular qat'iy belgilangan soliqdan aylamadan olinadigan soliqqa o'tishadi. Mas'uliyat cheklangan jamiyat birdaniga aylamadan olinadigan soliqdan to'lov qilishni boshlaydi. O'tdi unaqa 100 millionni belgilab qo'yish shart emas. Tushunarli. Agar mabodo savol berishga uyalayotgan bo'lsanglar, tekst ko'rinishda ham chatda yozishingiz mumkin. Unga javob beraman. Mana bu yerda bir-biringlar bilan gaplashib ham savollarga javob bersizlar, zo'r. Qarang, hozir men demak hozir misol uchun oktyabrdan davom ettirmoqchi bo'lsam,
xuddi mana siz aytgan amaliyotni ko'rib qilsam, mana shu oktyabrdan boshlab amal qiladi, keyingi oy uchun. Bu noyabrda 15-ga topshirganimda, menimcha keyin natijasini bersa kerak-da bu. Xuddi shunaqa. Bo'ldi, buni qilamiz. Biz ham shu bilmagan ekanmiz. O'rtacha har oy 4,5-5 million to'laymiz. O'sha 1% ham hech bo'lmaganda oyiga 1 million ekonom bo'lar ekanda. Ha, to'ppa-to'g'ri. Shu o'zingizga Rahmat kattajon. Hop. Hop, Marina, я вроде все. Если есть вопросы, я могу ответить. Если есть какие-то корректировки, можете тоже сказать. Farhod aka, можно опять я? Да, конечно. С вами. Qarang, o'zbekcha gapiraman, endi o'zbekcha deb kelishdik. Nima? So'ramoqchi bo'lganim, o'zingizni tajribangizdan kelib chiqqan holda mana bu marketplace'larda savdo bilan bog'langan bo'lib, bironta bir qiziq voqealardan aytib bersangiz, soliqqa tegishli. Qanaqadir bir qiziq yoki mana bu serial oqibatida neto natijaga erishgan mana shunaqa narsalarni. То есть menda bo'lgan misolda xato qilib, keyin katta jarima to'lagan. Sizda shunaqa keyslar bo'lgan bo'lsa, bir aytib bersangiz. Men endi ko'p eshitadigan holatlarim mana bunaqa. Endi bizada unaqa imенно soliq bo'yicha xatolar bo'lmagan. Atrofimda eshitayotgan holatlar YTTni yopib qo'yamiz, vaqtinchalik to'xtatib qo'yamiz, lekin savdolarni davom ettiramiz degan fikrlar bor. Bir xillada ani uzun market pulni yechishni o'chirib qo'yadi-yu, agar YTT to'xtatilgan bo'lsa. O'sha o'chmaydigan holatlari ham bo'layotgan ekan, ya'ni pulni bemalol yechish holati bor, shunaqa qilib davom ettirib ishlashayotgan ekan. Men o'zi vaqtinchalik yoki tadbirkorlik yopilgan, vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgan bo'lsa ham ishlashyapti. Men bu narsalarga qo'shilmayman, chunki to'g'ri, endi soliq to'lash hech kimga ham yoqmaydi, lekin o'zi aslida bu narsaga biz ko'proq soliqdan tejashni o'ylashimiz kerak emas, qanaqa qilib ko'proq savdo qilib, qanaqa qilib ko'proq foyda qilishni. Ya'ni biz agar mana shunaqa siqib qo'yadigan bo'lsak, keladigan joyi ham kamayadi. O'zi aslida boshqa davlatlarga nisbatan agar solishtiradigan bo'lsak, unaqa katta emas soliqlar. Shunga to'xtatib qo'yib, soliq yoki tadbirkorlikni to'xtatib qo'yib, soliqlarni to'lamasliklarga men qo'shilmayman. Ikkinchi qo'shilmaydigan joyim bu, mana bir nechta odam kurs qilayotganda aytishadi, bizani YTTmizdan foydalaning, o'sha YTT bo'yicha bemalol savdo qiling deb qilishga imkoniyat berishadi. Ya'ni endi boshlayotgan odamga 1 million so'm ham katta soliqdek tuyuladi, to'g'ri, men hech narsa demoqchi emasman, lekin baribir birovni YTTsida, birovni shaxsiy akkauntida faqatgina o'sha 1 million tejash uchun, soliqni to'lamaslik uchun o'shani YTTsida, o'shani do'konni yuritishi men qo'shilmayman va u narsani hech kimga tavsiya bermagan bo'lar edim. Ya'ni agar 1 million to'lashga qiynaladigan bo'lsanglar, lutchi bu biznes bilan shug'ullanishni ham yaxshilab o'ylab ko'ringlar, kerakmi yoki yo'qmi. Undan ko'ra xizmat ko'rsatadigan faoliyatlar bilan shug'ullanish, masalan, marketplace menejer bo'lib ishlash yoki shunga o'xshagan hisob-kitoblar qilib beradigan menejer, ya'ni xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanishni to'g'ri deb bilaman. Kimnidir do'konni yuritish, bu unga agar mabodo zo'r savdo bo'lib ketsa, u cho'nchak unda bo'ladi, hisob raqam unda bo'ladi, ertaga nima bilan tugashi ham noma'lum bo'lib qolishi mumkin. Shunga mana shu vaqtinchalik to'xtatib qo'yishga qo'shilmayman va birovni do'konida, birovni YTTsida, birovni shaxsiy kabinetida o'zingizlarning do'koninglarni ochib, aynan soliqqa tejash uchun shu ishlarni harakatlarni qilishga men qo'shilmagan bo'lardim. Ba'ran tegimda soliq ko'proq to'lash anaqa turadi, to'g'ri, menda har doim ko'proq soliq to'lash kerak degan fikrim bor, chunki shuncha yil soliq ishlaganman, bizda har doim planlar bo'lardi. Balki shunaqa deb o'ylayotgandirman, lekin men o'ylayman, qancha ko'p xarajat qilsak, qancha ko'p maslahat berish imkonimiz bo'lsa, shuncha keladigan joyi ham ko'proq bo'ladi. Shunaqa, Sasha aka.
Bo'ldi, tushundim. Просто siz man bilganimcha sizga soliq masalalari bo'yicha ko'p murojaat qilishadi bolalar. O'shani bir bitta ikkita keyslardan bo'lsa, o'shani aytib bersangiz deb o'yladim. Masalan, siz bitta case ayting, shunga qarab balki meni ham xayolimga keladi. Xo'p, qarang. Bitta bola keldida, unga soliqdan xat kelgan. Aha. Nimada o'zi samozanity bo'lib turib, Xitoydan velosiped tortib sotgan biratan. Soliqchilar shuni bilib qolgan. Unga xat berishgan. Sen nima sotyapsan o'zi? U aytgan, men velosiped sotyapman, o'zi samozanity. Endi hammamiz bilamiz, samozanity faqat qo'li bilan yasagan narsani sotish mumkin. Shunga unga aytishgan, tam почти 1 milliard bo'lganda, 900 million atrofida aylanma qilganda, brat. Mhm. O'shan o'zi xat kelgan unga официальный то, что san давай, короче, o'zingga o'zing доначисление qilib tur foiz, yana jarima qanchadir, короче, 160 millionmi to'lagan. U katta summani to'ladi. U yerda nima qilamiz, buni yo'lini qiling, biron amallaylik deb keluvdi. Ha. U po faktu man ham hech narsa qila olmayman, u yerda o'zi 100% soliqchilar prав bo'lib chiqyapti-da. Shunga o'xshagan. Bo'ldi, tushunarli. Ya'ni o'zini o'zi band qilib turib, yoki tadbirkorlikni faoliyati bilan shug'ullan, ya'ni oldi sotdi faoliyati bilan, ya'ni o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni sotish, bu o'sha velosipedlarni sotish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullangan, plus yana uni kirim hujjati bo'lmaganligi uchun shunaqa katta miqdorda jarima qo'yib berishgan. To'g'ri tushundimmi? Da, shunaqa. Bizda endi prям unaqa 106, ya'ni 1 milliardgacha bo'lgan savdoda 160 million so'mlik jarima qo'yib bergan. Mana shu 3 yil ichida bo'lgan tajribamda bo'lmadi, bolalarda ham bo'lmadi. Balki bu yaxshiligigadir bo'lmagani. Chunki juda katta xarajatda baribir 160 million. Plus yana bu bilmagandan qilingan, soliqqa tejashdan ko'ra ko'proq xarajatga tushilgani shu yerdan ham ko'rinib turibdi. Tushunarli bo'ldi unda. Marina, я завершил. Marina ham chiqib ketganga o'xshaydi. Xo'p, agar savolinglar bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqa o'zi reaksiyalar qoldiringlar. Zoom selling to'g'risida ham alohida aytib o'tishim kerak. Juda mana reklama qilishda emas, o'zim doimiy holda ularni hamkor sifatida doimiy yelkama-yelka yuramiz. Bu savollarim bo'lsa har doim yordam berishadi va umuman o'ylayman, faqatgina bozor analizidan tashqari shu savdoni oshirishda qanaqa qilib biza kalt so'zlarni foydalanishimiz, qanaqa qilib boostni yoqishimizda to'g'ri minus so'zlardan foydalanishda bu asosiy bizani instrumentlarimizdan bittasida Zoom selling. O'sha uchun albatta biz foydalanishimiz kerak. To'g'ri, narxi kimdir uchun aytishimiz mumkin, abonent to'lovlari bo'yicha o'zimizning fikrlarimiz bo'lishi mumkin, lekin agar biz katta biznes qilayotgan bo'lsak va kelajakda yanada o'sish imkonini qidirayotgan bo'lsak, albatta Zoom selling bizga yordam beradi. Ishoninglar, xuddi shunaqa analizni agar ko'chada qildiradigan bo'lsak, misol uchun marketologlarga murojaat qilib analiz rinki, ya'ni bozorni analiz qilib beradigan xizmatlardan foydalanadigan bo'lsak, juda ham qimmat xizmat o'zi bu. Sonlar bilan hammasini hisob kitobini qilish, kazdevlar qilish. Bu yerda bizda hamma faqatgina o'rganib olsak, bu sonlardan foydalanishni o'rganib olsak, albatta bu bizga juda zo'r instrument bo'ladi. Men o'zim shaxsan tovar tanlashda foydalanaman. Boost yoqqanda minus so'zlardan, qaysi minus so'zlar kerakligidan foydalanaman va kalt so'zlar qaysi biridan foydalanish kerakligidan foydalanaman. Mana shu 3 tasiga 100% Zoom selling analitik servis kerak va bizning savdomiz oshishiga ta'sir qiladi. Xudo xolasa keyingilarda balki yana sizlar bilan ko'rishamiz. Aynan o'sha Zoom sellingga qanaqa qilib foydalanish kerak, boost yoqish yoki bozor analizini qilish, shu bo'yicha agar sizlarning reaksiyalar yaxshi bo'lgan bo'lsa, bugungi mavzu sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, tushuntirishim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, keyingi vebinarlarda ham sizlar bilan ko'rishamiz. Rahmat aka, Farhod aka, спасибо большое.
Спасибо. Rahmat. Rahmat. Ho'p, sog' bo'linglar. Xudo xolisa Toshkentda ko'rishamiz. Charchamanglar.